Bir dona Snickers qandi bor-ku. Shokolad. O'sha narsani bir uyga olib kelsak, shunda to'rga bo'lardi, 4 ta farzandga bir xil bo'lardi-da. Haligini hozirgacha esimdan chiqarmayman, hech kimdan kam qilishmagan uydagilar masalan dadamlar masalan bitta narsani ichkimiz kelyapti, yegimiz kelyapti, bir korobka qilib olib kelib qo'yardi, hayron qolardim. Maza qilib to'yib berdik. Onamlar ham tashqaridan bir ishdan qaytayotganda o'sha narsani ham bir Snickersda nima deydi, bir 4 ta olsa bo'ladi-da, 4 ta o'g'ilga arzimagan pul. Bir oqibatda yanada yaqinlashtirmoqchi bo'lganman, bilmadim, bir dona shokoladni shu 4 ga bo'lib berardi. Ukam hali oilada o'zi eng kichkinasi bir erkatoy bo'ladi-da, keyin ochopatam bo'ladi-yu. Bitta narsani sal ortiqcha yeyish kerak boshqa. Lekin meni ukam kenjamiz unaqa bo'lmaganda. Haligi 4 ta Snickersni masalan 4 ga shunday